o'zi abit bo'ldi-yu, lekin biz abitda uyg'ondik-da. Dubayda ikkinchi kunimizni uxlab o'tkazdik, aylanishdan ham qolib ketdimiz daji. To'rimiz endi suvga tushgan mushukka o'xshab. O'zimiz aylanishga chiqamiz. Hech boya aylanamiz debdi, hamma joyni bardagini chiqarib ketgandi. Qaranglar. Bardak bor-ku. Bardak. Lekin shu bilan ham qolib ketdi. Mazami? Bugun singlimni ham tug'ilgan kun edi. U ham esimdan chiqib ketibdi. Hozir bundan keyingi singlim atletika qilib istoriya qo'yib qo'yaman. Men nomini o'tib tabriklab qo'ysa, xo'p. Hammaga rahmat. Ana endi ikki sho'r peshona birinchi sayohatdan qolib ketdi aylanishdan. Ana endi Dubay Moliga ketamiz. Bundan qolib ketsak anaqa qilamiz. Bu точно. Shunaqa chiroyli joyga keldik. Dubay Mol degan hozir gapimiz bilan ko'rsaman. Istoriyani ko'rdik. Salom hammaga. Yana aylanishga ketamiz. 2 dayda. Dubayda bugun 3-kunimiz. Ana lift ham keldi.